haqiqatdan legendarniy jaydarskiy avtomobil sotuvga keldi. Toyota Camry Sarakovka 2007-yil 2,4 litrli dvigatel va qatta bonus metan ustanovka tayyor dokumentalniy turibdi. Orqa qanot va orqa eshik perexod bilan sepilgan va kapot usti o'zi kraska sepilgan 5 shpaklovka. Endi saloniga o'tamiz. Ikkinchi qatordan boshlab dvernoy kartalari mana shu joy перетяжка bo'lgan, bu yerda esa pepelnitsa va stiklopodъемник mavjud. Сиденье заводской material ustiga nakidka taqilgan, a также orqaga отдельно deflektor, pechka va konditsioner uchun. Endi birinchi qatoriga o'tamiz. Состояние va dizaynni ko'rishingiz mumkin. Ahamiyat beringlar, состояние дверной karta рабочий joyiga, заводской multirul, управление hands-free va orqa pardaniki. Plus Android monitor дополнительно o'rnatilgan, заводской avtomat korobka, a также общий состояние torpedkani ko'rishingiz mumkin. Mana bu legendarniy Toyota Camry Sarakovka narxiga keladigan bo'lsa, narxi 8900 ga berib yuboramiz. Ozgina mehr bersanglar, mashina zo'r bo'ladi.